Aka, partmoningiz tushib qoldi. Voy! Gap yo'q lekin aka. Rahmat aka. Sizniki insonlik ko'paysin. Gap yo'q, rahmat. Ha, bo'ldi. Yaxshilik qilganingiz uchun 50 ming so'm tushdi. Yaxshilik qilsa pul tushadi. Onam yana ishlabokmi? Okey, bo'ldi, da'vat bo'ldi, rahmat. Ayo, o'chirib qo'yavering, benziningizni ekonom qilamiz. Tirikchilik yaxshi bo'lyapti-da. Boshqada. Yes. Nima qilsam ekan? Assalomu alaykum. Salom alaykum. Aka, yordam qila olasizmi? Nima yordam kerak? Yuragimga stent qo'ydirishim kerak. Doktorlar 2 kun umrga qoldirdi. Yuring aka. Qaqa. Yuring, xavotir olmang. To'xta, qaqa. Mana bemor. Shularmi? Tez narkoz berib operatsiya Hozir operatsiya bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Aka, omad. Bu yaxshiligimga menimcha. Rosa ko'p pul desa kerak-a. Ya, shuni Banisaga kelishdan oldin aytmaysizmi? Men mashinnikman deb. Pulni banisida berasan deb o'ylanmanda. Sizni deb shotimga pul ham tushgani yo'q. Dokumentni o'xshatganingizga doktor ham ishonganini qarang. Hozir 1 minut. Alo? Alo, yaxshimisan o'g'lim? Assalomu alaykum aka. Qilgan yaxshiliklaringni ko'rdim. Shotingga men pul tashlayotgandim. Ayo'g'e? Yangi Anjir Pay ilovasi chiqdi. Telefonimga o'rnatgandim, 400 rubl bonus ham berdi. Rossiyadan turib o'zimizdagi Uzcard, Humo, Visa kartalariga pul o'tkazsang ham bo'ladi. Xohlasang naqd pul yuborsang ham bo'ladi. Ish qilib yuborgan pullarimni ishlatib qo'ymadingmi?